O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yangi qarori bilan notariat tizimida yangi bosqich boshlanmoqda. Endi notariuslar faoliyati to'liq raqamlashtiriladi. Xizmatlar esa yanada qulay va tezkor bo'ladi. 2026-yil 1-martdan boshlab notariuslar ayrim fuqarolik talablariga ko'ra ijro xatlarini yozish huquqiga ega bo'ladi. Hujjatlarni olish, tasdiqlash va saqlash jarayonlari endilikda notarius avtomatlashtirilgan tizim orqali amalga oshiriladi. Bu qulaylik, ishonch va zamonaviylik timsoli. Notariat tizimi endi xalq uchun tez, shaffof va raqamli xizmat ko'rsatuvchi tizimga aylanmoqda. Notarius bu adolat, ishonch va qonun himoyachisi. Endi ushbu muhim kasb egalari uchun yangicha imkoniyatlar ochilmoqda. Prezident qaroriga muvofiq notarius lavozimida ishlash yoshi 70 yoshgacha uzaytiriladi. Shuningdek, notarius bo'lish uchun yagona tanlov tizimi joriy etiladi. Dastlab talabgorlar test sinovlaridan o'tadilar. Keyingi bosqichda esa maxsus elektron platformada amaliy imtihon topshiradilar. Eng muhim jihati, tanlov shaffof, adolatli va raqamli shaklda o'tkaziladi. Bu o'z kasbiga sodiq, malakali va halol notariuslar safini kengaytiradi. Yangi tizim adolat va ishonchga xizmat qiladi.